Hammaga assalomu alaykum. Agar siz mobilograf yoki SMM mutaxassisi bo'ladigan bo'lsangiz, ideya topishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam videolaringiz million prosmotr topmayotgan bo'lsa, eng muhimi bo'lsa, hozirgi daromadingizni siz 2-3 baravarga oshirmoqchi bo'lsangiz, chekkingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Bugun men sizlarga bitta proyektni qanaqa qilib 3 ta dona texnika orqali to'liq qo'lingizga olishni o'rgataman. Lekin menga ishoning, agar siz shu 3 ta texnikani qiladigan bo'lsangiz, albatta bu narsa 1 oy ichida natija beradi. Eng muhimi bo'lsa 30% bilim, 70% bu o'zingiz harakatingizdan kelib chiqadi. Ko'pchilik bu sohaga endi kirishi bilan katta texnika olishga, kamera olishga, telefon rusumini yangilashga yoki qo'shimcha texnikalar olishga harakat qiladi. Lekin u narsa bizga umuman kerak emas. Bizga professional montaj, professional kamerada ishlash, u narsa umuman kerak emas. Agar biz boshlang'ich bo'ladigan bo'lsak, bu narsani klientlar prekrasno biladi va biz u narsaga mos narx qo'yamiz. Bizda bo'lsa faqatgina natija sotadi. Oddiy kontent bo'ladimi, живой kontent bo'ladimi, professional kontent bo'ladimi, aynan shu kontentlarimiz orqali yaxshi natija ura oladigan bo'lsak, shundagina bizda sarafanli auditoriya ishlaydi. Aynan o'zimda ham shu holat bo'lgan. Endi shu sferaga kirib kelganimda, men faqatgina tanishlarimga olib berishni boshlaganman. Aynan shu sarafanli auditoriya orqali men o'zim bitta kiyim do'konini to'liq qo'lga olganman. Undan keyin bo'lsa Fatima Food va Sariq bola pizzani qo'lga olganman. Hech qanaqa Instagram yurg'izmasdan turib, shu 2 yil ishlagan bo'lsam, faqatgina sarafanli auditoriya bo'lgan. Men o'zim faqatgina book blogim bo'lardi, lekin ishlarim ketib uzilmasdi, proyektlarim. Nimaga? Chunki siz bitta proyektda ishlab natija ko'rsatganingizdan keyin o'zi sarafanli bo'lib, klientlaringiz, proyektlaringiz ko'payaveradi va shunga yarasha avtomatik sizda daromad ham ko'payishni boshlaydi. Eng zo'r natija bu bo'lsa, sarafanli auditoriya hisoblanadi. Bugun men sizlarga 3 ta eng zo'r texnikani o'rgataman, lekin undan oldin bitta shartim bor. Bu videoni umuman yuzaki tomosha qilmang. Inson 3 taraflama o'qadi: ko'rish, eshitish va yozish orqali. Bu narsa aynan o'zimda yozish orqali bo'ladi. Men qachonki bitta narsani eshitib yozadigan bo'lsam, u narsani men qo'llayotganimda ham ishlata olaman va meni esimda ancha muddatga qoladi. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Hoziroq videoni stop qilib turib bo'lsa ham oldingizga daftar ruchka qo'yib oling va yozishni boshlang. Tayyor bo'lsangiz, unda siz bilan boshladik. Bizda birinchi qurolimiz bu benchmark. Benchmark nimaligini hozir ko'rib chiqamiz. Benchmark bu solishtirish yoki tahlil qilish degani. Ko'pchilik benchmarkni to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olish deb tushunadi. Yo'q. Eng katta xato shu. Agar biz to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib oladigan bo'lsak, biz ishlayotgan proyektimizni yoki ekspertimizni obro'sini tushirishimiz mumkin va u ekspertga natija bergan narsa bizning auditoriyamizda natija bermasligi mumkin. Biz birovlarning videolarini ko'chirmaymiz, balki uni o'zimizning mentalitetga, auditoriyamizga adaptatsiya qilamiz. Benchmark o'zi ko'chirish degani emas, shunda aniq lo'nda sizlarga aytadigan bo'lsam, to'g'ridan-to'g'ri nimaga u video uchganini, odamlarga qanaqa foyda berganini, nima uchun u million prosmotr bo'lgan, nima deb kommentariyalar yozishgan, nimaga jo'natishlar soni ko'p bo'lgan, odamlarning qaysi og'rig'i urilgan, shu narsalarni prosta analiz qilib chiqamiz. Xullas, benchmark qilayotganda videolarni analiz qilish qanaqa bo'ladi? Har bitta videoni siz ko'rayotganingizda shu 5 ta narsani o'zingizga savol berib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, hook. Ya'ni hook qismida videoni 3 sekundida yoki 6 sekundida aynan nima ishlatilgan. Masalan, 3 yil davomida meni eng katta qilgan 3 ta xatoyim yoki bo'lmasam 99% O'zbekiston aholisini qiladigan xatolari. Demak, aynan hook qismi bizani odamlarni bittada ushlab qolishimizga, undan tashqari videoni oxirigacha ko'rishiga jalb qiladigan narsa. Agar biz hook qismini to'g'ri ishlatadigan bo'lsak, to'g'ri qo'ya oladigan bo'lsak, unda videolarimizni avtomatik bizani ko'rayotgan obunachilar oxirigacha ko'radi. Lekin uni shartlari ham bor. Masalan, 3 sekundda, 5 sekundda, 10 sekundda farqi yo'q. Har bittasini biz даже triggerlar bilan to'ldirishimiz kerak yoki bo'lmasam yana avtoritetlar qo'shishimiz kerak. Hozirgi paytda biz har sekunda bilan ishlashimiz kerak, lekin eng muhimi bizda hook qismi. Hook qismi qancha odamlarga foydali bo'lsa, qancha odamlarning og'rig'i unda ochiqlab berilgan bo'lsa, shuncha videolarimizning ko'tarilish ehtimoli kattaroq bo'ladi va shundagina jo'natishlar soni ko'p bo'ladi. Ikkinchisi, videolarimiz odamlarga qanaqa emotsiya beryapti? Bu hayratmi, qiziqishmi, qo'rquvmi, havasmi yoki jahlni chiqaradigan holatmi? Instagramda biz professional darajada video olgan bo'lsa ham, kontent ideal tarzda tuzilgan bo'lsa ham, montaji zo'r qilingan bo'lsa ham, lekin gapirayotgan shaxsi emotsiyasi, xarizmasi bo'lmaydigan bo'lsa, unda biz hech qanaqa prosmotri kattasiga chiqaza olmaymiz. Qachonki biz oddiy videoda olamiz, X telefonda olamiz, 11 Pro Max da olamiz, xarizma bo'lsa, unda ko'tarilish ehtimoli katta bo'ladi. Odamlarga hozirgi paytda tabiiylik kerak. Sun'iy gapirishdan, adabiy gapirishdan, prosta
rosta betdagilar charchagan. Bu videolar ishonavering odamlarga yoqadi va ko'rgandan keyin boshqacha emotsiya bo'ladi. Aynan o'zidagi holatni ko'rishi mumkin yokida qanaqadir holat uni esiga tushishi mumkin yokida qaysidir tanishiga bu narsani jo'natishi mumkin. Odamga bu narsa yoqadi. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman. Million prosmotr yig'gan kontentlar shunda katta ehtimol bilan zo'r xarizma bilan olingan va живой kontent yokida bo'lmasam odamlarni eng og'riqli nuqtasi ochiqlab berilgan yokida foydali bo'lgan kontent bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, odamlar nimaga aynan o'sha videoni eng oxirigacha ko'ryapti? Aytganimdek, videoning ham o'zini sekundlari bor. U videoni bizni qancha go'shtli qiladigan bo'lsak, qancha triggerlar bilan, avtoritetlar bilan bizni to'ldiradigan bo'lsak, shuncha videolarimiz oxirigacha ko'riladi. Boshidagi video srazu tushib ketdimi, unda hook yaxshi, qolgan videoning davomi yaxshi chiqmagan bo'ladi. Yokida bo'lmasam triggerlar faqat yarmigacha ishlaganmi, CTI noto'g'rimi, unda umuman prosmotrlar davomiy ketmaydi, o'rtada qotib qoladi. Triggerlarning ham bo'lsa 10 xil turi bor. Men sizlarga faqatgina ikkitasini chuqur tushuntirib berishga harakat qilaman, chunki har bittasi juda ham katta tema va agar biz ularni ishlatib videolarimizga qo'shadigan bo'lsak, har sekundida biz adaptatsiya o'zimizga moslaydigan bo'lsak, unda ishonavringlar har bitta shaxsiy brendga olgan videoyimiz ham, biznes profilga olgan videoyimiz ham juda ham katta prosmotrga ega bo'ladi. Men sizlarga o'rgatadiganim bo'lsa avtoritet va statistika. Avtoritet bu obro' degani. Bu hozirgi kundagi topga chiqayotgan shaxs, joy, narsa yokida brend bo'lishi mumkin. Masalan, Cola, Pepsi, Samsung, iPhone qarama-qarshiligi. Aynan shu avtoritetlardan videoyimizni boshidan oxirigacha ishlatadigan bo'lsak, ishonavringlar odamlarni oxirigacha ushlab qolish ehtimolimiz katta bo'ladi. Ikkinchi triggerimiz bo'lsa, bu statistika. Statistika triggeriga keladigan bo'lsak, bu kontentda raqamlar, foizlar yokida tadqiqot natijalaridan foydalanib odamning e'tiborini tortish usuli bo'ladi. Masalan, 10 ta bemordan 7 tasi bu xatoni qiladi. Yokida bo'lmasam 95% odam bu belgini e'tiborsiz qoldiradi. Bu odamda rostdanmi yokida bo'lmasam mana shu 95% odam orasiga kiramanmi degan hayrat uyg'otadi va videoingizni oxirigacha ko'radi. Xullas, triggerlar bizda juda ham ko'p, lekin men sizlarga o'rgatganim faqatgina avtoritet va statistika. Endi tasavvur qilinglar, 10 xil triggerni biz bitta videoga ishlatadigan bo'lsak, shunaqangi videolarimizda prosmotr oshadi. Siz bitta proyekt olganingizdan keyin to'liq natijasini siz birinchi videoingizdan ko'rsata olasiz. To'rtinchisi bo'lsa CTI, ya'ni call to action. Call to action ya'ni odamlarni harakatga chorlash aynan nima maqsadga qo'yilgan? Jo'natishgami, obuna bo'lishgami yokida qayta aloqaga chiqishgami? Katta ehtimol bilan agar u jo'natishga va obunaga urilgan bo'lsa, unda videolarimizdan xohish bizda tanilish bo'layotgan bo'ladi. Yokida bo'lmasam bizga bog'laning degan CTI ishlatilgan bo'lsa, unda videolardan sotuv xohlangan bo'ladi. Beshinchisi, nega aynan bu videoni algoritm topga ko'tardi? Bunda eng zo'r fishka bo'lsa, kommentariyalarni hammasini ochiqlab chiqish kerak bo'ladi. Aynan shu kommentariyalarga odam o'zini og'riqlarini yozgan bo'ladi. Va endi yana bitta narsaga e'tibor bering. Biz aynan o'sha og'riqlarga o'zimizning profilimizda yechim bergan bo'lamiz. Qarab turibsizki, shu videolarimizning orqasidan ham katta prosmotr yig'ish ehtimoli katta bo'ladi. Bitta videoni ko'rdingiz va aynan shu 5 ta narsani analiz qilib chiqdingiz. Nimaga qilingan, qanaqa ishlatilgan va sizda уже savollar qolmadi. Bildingiz, nima uchun ko'tarilganini, nimaga katta prosmotr yig'ilganini, qaysi og'riqlarga yechim berilganini bilib oldingiz. Keyingi etap bo'lsa sizda eng zo'r fishkani o'rgataman. Buni обязательно qilishingiz shart. Yanada ideyangizni ko'tarish uchun, yanada bu sferaga siz yangi olgan proyektingizga yoki uni dunyosiga yanada chuqurroq kirish uchun aynan benchmark qilishingiz shu formulasidan foydalanishingiz kerak. Daftarni olasiz, 5 ta O'zbekiston, 5 ta Rossiya, 5 ta Qozog'iston profillarini kuzatib chiqasiz. Har bitta 300 mingta prosmotr yig'gan videosini 5 tasini olib, tepada men sizga o'rgatgan 5 xil analizni qilib chiqasiz. Faqat bitta iltimos, oddiy profillarni analiz qilmang. 10 mingtami, 20 mingtami, 5 mingtami, ularni o'zi yaxshi ketmagan bo'ladi. Siz aynan 300 mingtadan katta bo'lgan, yuqori bo'lgan profillarni yokida videolarni analiz qiladigan bo'lsangiz, unda ishonavering, o'shanda siz katta natijaga erisha olasiz. Ko'rib turganingizda SMM mobilografiya yokida kontent tuzish bu oddiy soha emas. Siz даже odamlarni psixologik bilishingiz kerak, ustida ishlashingiz kerak, u xohlayotgan narsani chiqazib berishingiz kerak, uni auditoriyasi nima xohlayotgan narsani chiqazib berishingiz kerak. Xullas, bu juda ham katta kasb. Men sizlarga o'rgatgan narsa bo'lsa faqatgina benchmark analiz va ikkita dona trigger bo'ldi. To'g'ri, siz hozirgi men o'rgatgan bilim bilan benchmark qilishingiz mumkin, ideya qilishingiz mumkin, kontent chiqarishingiz mumkin, lekin mijoz topish bo'yicha, mijoz bilan qanaqa gaplashish kerak, proyekt qanaqa topish kerak, yoki o'sha proyektni ishonchini oshirib qanaqa ishlash kerak, shu narsalarda qiynalishingiz mumkin. Kontent ideyasini zo'r qildingiz. Yana bitta narsa, proyektlarda ko'pida 3-4 oy ishlayapsiz, undan ko'p ishlamayapsiz yoki kelisha olmayapsiz. Katta natija qilmasdan chiqib ketyapsiz. Bu eng katta xato bo'ladi. Qachonki siz to'g'ri texnikani biladigan bo'lsangiz, klientingizga moslashib, uni auditoriyasida katta natija qiladigan bo'lsangiz, siz bu proyektlarda yillab ishlaysiz. Masalan, mana Elite Lady degan
do'konim. Umuman olganimda 0 bo'lgan, faqatgina katta ayollarga sotiladigan kiyimlar bo'lgan, u ham uyda turgan. Umuman yurg'izolmagan. Ko'p mobilograflar bilan ishlagan, lekin katta natija qilmagani uchun uni hafsalasi bitta bo'lib, umuman uyga qo'yib qo'ygan. Keyin biz ishlashni boshladik. Уже 2 yildan oshiq ular bilan ishlayapmiz. Bizda auditoriyamizda 50 mingga yaqin odam bor. Hammasi bizda organika, kunlik sotuv bo'ladigan bo'lsa $2000 atrofida bo'ladi. Oyiga bo'lsa taxminan 30-40 ming atrofida sof foyda qiladi. Yana bitta misol aytaman sizlarga. Maskan by Amir, ya'ni Drujbadagi hamma bilgan o'sha Maskan by Amir oldingi eski Azon kafe bo'lgan. Ular bilan ham уже 3 yil bo'ladi ishlayotganimizga. Bunga sabab bo'lsa qadriyatlarimiz va ular xohlayotgan sifatda men chiqazib berishim. Yana bitta 2 yil davomida ishlagan proyektim bu Fatima Food bo'ladi. Videolarimizda bizda eng kamida 100-200 mingta prosmotr bo'lardi, живой kontent bo'lardi. Ko'pida bo'lsa 8 va 10 milliongacha olib chiqamiz. Bu natijalarni qilish uchun bo'lsa men boshida o'zim 2 yilimni behudaga sarflaganman. Ya'ni faqatgina o'zim ustimda ishlash, menda bilimsizlik, o'zim ishimdan qoniqmaslik bilan o'tib ketgan. Lekin sizlarda imkoniyat bor, professional ustoz topib, aynan o'sha ustozdan to'liq bilim olib, hozirgi proyektlaringizga qo'llab, uni ustozingiz bilan birgalikda rivojlantirish. Shu 5 yil ichida media sohasida SMM manager, content maker, videograf va mobilograf bo'lib ishladim va hamma bilimimni bitta kursga jamladim. Agar siz ham shu narsalarni chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, hozirgi daromadingizni 5-10 baravarga ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, faqat mobilografiyani emas, kontent ideya qilishni, videografiyani professional darajada ishlashni va profilida zo'r natija qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni o'zimning kursimga taklif qilaman. Uning uchun bo'lsa, siz hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Biz sizni bittalab analiz qilib, sizga aynan o'zi nima kerak, qanaqa yo'nalish kerak va biz siz bilan qancha tezlikda natija qila olamiz, shu narsalar haqida sizga batafsil ma'lumot beramiz. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha.